أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sağdaşlar biz aldığımız dersimizde kitabımızın birinci babının 7. faslısı el-faslu vel-vaslu degan mazmunga kelib et cümlelerdeki et qilib keltiriladigan ve et qilmay keltiriladigan o'rinlarni jamiyat o'ringa ayirgandik. Yani birincisi fasliga 5 o'rin, vasliga 2 o'rin. Bunun için biz faslı o'rinlarini so'zlab kelib, birisi ikki jumla o'tirdi. Kamalul inqita bo'lib qolsa, ikki jumla birisiga fasli shaklda keltirildi, ya'ni atf qilinmay keltiriladi. Ikkinchisi kamalul ittisol bo'lib qolsa, ikki jumla birisiga atf qilinmay fasli shaklda keltiriladi. Kamalul inqita deganimiz ikki jumlaningki labzan, ma'nan birisidan farqli bo'lishi yoki ikki jumlaning o'rtada butunlay munosabatning bo'lmasligini biz kamalul inqita degan to'q. Kamalul ittisol deganimiz ikkinchi jumla birinchi jumla bilan ya ta'kid munosabati bilan bog'lanadi yoki badal munosabati bilan bog'lanadi yoki bayon, ya'ni tafsir munosabati bilan bog'lansa, ikkinchi jumla birinchi jumlaga kamalul ittisol tariqida ergishib kelgan bo'ladi. Bunda holatda mu ham atf qilishning hojati yo'q, chunki ikkinchi jumla birinchi jumlaning ayni shakldagi ma'noni ifodalaydi deb mushayda to'xtagan to'q. Ya'ni biz darsning 5-da jumlalarga atf qilmay keltiradigan fasliningki 5 o'rinining birisi kamalul inqita, ya'ni birisi kamalul ittisol. Ondan keyin üçüncüsü şibih kamalı inqita, şibih kamalı ittisal, at-tavassut beynel kamalayn deb 5 bölgen to'q. Bunun ikkisini oldingi darsimizda bayon qilib o'tgan to'q. Bugun üçüncüsü keldik. Ya'ni şibih kamal inqita. Şibhi kamal nima inqita. Abdur mushani nim bilan boshladi. Wa amma kawnul jumlatu thaniya bimanzilatil munqati'a anil jumlatil ula. Birinci o'rinni kamal inqita bila ihamdir. Yani ikkinchi jumlaning birinchi jumladan munosabatining butunlay ayrı ekanligiga, munosabatining yo'qligiga, uzukligiga hech qanday shak shubha bo'lmagan shaklda degan o'qimimda o'qim. Chunki mayda hozir shibi kamal inqita degani ma'lum nisbiy shaklda ikkinchi jumla birinchi jumladan munosabat nima uzuk. Anos bu qanday gap desa abturdavotdi. Ya'ni ikkinchi jumlaningki birinchi jumladan uzilgan jumlaning o'rnida bo'lishligini shibhi inqita bo'lishi. To'liq inqita emas, to'liq uzunlik emas, munosabat butunlay qarama-qarshi emas, balki shibhi qarama-qarshi, nisbiy qarama-qarshi bunda bo'lishi. Bu qanday vaqtda bo'ladi desa, fayaud shu holatga qayta degani shunday holatda tepiladiki, ikkinchi jumlani birinchi jumlaga atf qilish, birinchi jumladan boshqa jumlaga atf qilishni bizga vahmlantirib qo'ydi. Odatda bunday gapimda buni texnik tafsilga tushuntirsak, bu yerda 3 jumla bor. 3 jumla bor. Biz en ahirki 3-cü kelgan 3-cü cümleni biz bir cümlege atf qilib keltirmoqchi. Şu oldidagi cümlege atf qilib keltirsak, şu amallan atf qilgan vaqtda ma'ning atfisi biz atf qilmoqchi bo'lgan haliqi jumla bo'lmay, qarshi tarafning tushundisida yoki o'qigan, anglagan odam tushundisida biz maqsad qilmagan yana bir jumlaga atf qilish ehtimoli bor. Agar atfi o'sha ehtimolda ko'p qolsa, ma'no butunlay xato chiqadi. Bunda ahvol ostida ma'rumda atf qilmay keltiramiz. Bunda o'rinning ismi shibhi kamal inqita bo'ladi. Shibhul inqita bo'ladi. Qaytib kelsam 3 jumla bor. Biz 3-cü jumlani birinchi jumlaga atf qilmoqchi. Ammo birinchi jumlaga atf qilib qo'ysak, 3-cü jumla ikkinchi jumlaga atf bo'lish ehtimoli bor. Boshqalarning tushunchasida, amaliyotda emas. Agar 3-cü jumla ikkinchi jumlaga atf qilinib turib tushunilib qolsa, hozir biz keltirmoqchi bo'lgan ma jumla xatolik deb o'shaymiz birdiki, ma'no deguchining tam aksi bo'yicha tushuniladi. Ana jumlaning ma'nosi butunlay ta'tir, o'ng ta'tir o'qidida. Manda ahvolni oldini olish uchun maqb keltiramiz, fasl qilib atf qilmay keltiramiz. Bu xil o'rinning ismi shibhi kamal inqita bo'ladi. Masalan, bununla keltirilgan. Demek bir uzush var. Mesela xato o'qim uzush. Shunlashqa fasli qat'iy deb ma'tulida shu avtor gapni qisirib qo'ydi. Buning misoli shoirning bir she'risi bor.
وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. Avval men şair irade qilgan şekilde bir tercüme qildi ya. Salma meni şunun o'rniga boshqa birisini izlab yuriydi deb o'ylaydi. Diqqat qilinglar. Tazunnu boshlangan birinchi jumla. Annani abghi biha badalan degani tazunnuning maznunatlarından qatoridir. Ya'ni Salma o'ylagan fikr, ya'ni texmi aniqroq desak, maf'ulun bihulu dayada zannaninki to'ldiruvchi uludu. Tazunnu mustaqil jumla. Buningga yana bir mustaqil jumla atf qilinib kelish kerakdi. Uraha. Ya'ni av ashta o'ylabdi, men uni xatolikda, ozg'unlikda tingirqab qolgan ko'ryapti. U meni ashta o'ylaydi, men uni ashta qarayman. O meni o'zini tashlab o'tib, uning o'rniga boshqa birisini izlab yuriydi deb o'ylaydi. Men uni mush xato tushunchining ichida yuriydi deb o'ylayman deb ikkisi birisi o'y fikrini almashtirmoq. Birisi tazunnu ayolning o'y gumoni, yana birisi uraha ma adamning qarashiti. Endi urahani tazunnuga atf qilib keltirilishi kerak. Chunki ikkisi o'tirdi munosabat bor. Lekin atf qilib qo'ysa, favqulodda atf degan yaqin qo'lida bir qoidalar bor. Buni tushunmay qilib ma aslidagi muddaoni shu atfi yaqin qo'lu degan qoidaga tayanib urahani abghi qilib qo'ysa, butun jumlaning hammasi tazunnuning maf'ulun bihi bo'lib ketib, vaqti tarjima manda chiqadi. Salma o'ylaydiki, men uning o'rniga boshqa birisini badalanni izlab yuribdimi va uni ozg'unlikda gangrab qavatudu deb qarab yuribdimi, uni o'ylishicha deb bütün cümle tezunnu'nun meznunat olup kalıdı. Asli şarının maqsadi emas. Demek atfa qilish ma cümlede tushunishda maçta xatolikni keltirib chiqaradigan bo'lg'achqa bu o'rinda atfa qilmay fasli keltiramiz. Bu o'rinning ismi shibhi kamal inqito bo'ladi. An abtur buni bizga tushuntirib, urahani tazunnu salmaga atfa qilmadi. Asli atfa qilish maqsaddi, ya'ni asli atfa keltirish to'g'ri edi. Nimishqa same shunda o'ylab qolmasinki, uraha abghi atf qilinadi. Va uraha fil dalal tahimu degani Salmaning o'ylagan gumonlarining qatoridan deb mazmuni shunda bo'lib qolmasligi uchun shunda o'ylab qilib, undan keyin bu vahmiga tushib qoladi, shoirning murod va maqsadidan yiroqlashib ketib qoladi degan ahvol bo'lib qolmasligi uchun shuni atni tashlatgan ma'runda. Ana bu yerda yeni bir ihtimal, bu bir ihtimal bayatını çöndüğünde. Yeni bir ihtimal, şair urahani atfidin üzüşe istinaf yoluyla yuşurun sualdan çıkan bir yuşurun sualga cevabı tutsun üçün depti. Muşu kor ve yacuzudun tatip ma kor tuttusun. Men sizlerge sel turup neçe minuttan keyin çöndürüp koymayın. Aga çünçük bulduk ha. Yani biz fasli keltiradigan 5 o'rinning birisi kamal inqito, kamal ittisal, üçüncüsü şibi kamal inqita. Şibi kamal inqita deganimiz bir üç cümle var. Biz en ahirgi cümleni bir cümlege atfi qilish to'g'ri keladi, lekin atfi qilib qolsak, maqsad, ya'ni atfi biz atfi qilmoqchi bo'lgan tarafga mangmay, boshqa taraf deb o'ylanib qilib maqsaddan chetnab ketish ahvoli yuz berish ehtimoli bo'lib qolgan yerda atfa qilmay kelgan bo'lamiz. Shibhi kamal inqito dedik. Shundami? Endi to'rtinchisi shibhi kamal ittisol. Endi shibhi kamal ittisol degan nima desa, biz kitobdagi mazmunga qarashdan ilgarilam sizlarga o'zimning ig'izda tushuntirib qo'yay. Shibhi kamal ittisol deganimiz birinchi jumladan bir savol chiqdi. Birinci cümleden bir sual çıkıyordu. Bu sual aşkar çıkamıyor, şu çıkamıyor, sual çıkıyordu. İkinci cümle, şu birinci cümleden mezmunundan çıkan sualga cevap düşüp kalsa, ikinci cümle, ilgirki mezmunga münasibetsiz, ama şu mezmundan çıkan sualga cevap olacakka, yeni başlangan cümle deb qaralib, istinaf deb qaralib, iki cümlenin oturda. İlgirki cümleler, hazırki biz degen, şu cevap düşüp cümle oturda, Şibi kamal ittisal deb qaraladi. Bir nuqtaga diqqat qilinglar. İki cümle var. Mav oldidagi cümle, mav keyindagi cümle. Bizzat o'ziga qarasak, ma cümlening, keyinda kelgan cümlening, oldida kelgan cümlening bevosita munosabati yo'q. Butunlay qarama-qarshi holatda emas. Ammo inchikilab qarasak,
birinci cümleden bir hukum çıkıp şu hukumun içinden bir sual çıkıdı. İkinci cümle birinci cümleden çıkan managa bevosita munosabatli emas, tigidan chiqqan suolga munosabatli ko'p kelgan bo'lsa, ma ikkinchi jumla biz shu savol javob bo'lish uchun yangidan boshlangan jumla, ya'ni istinaf jumla musta'nafa deb ataymiz. Ma cümle bilen oldidagi jumlaning o'tirida shibi kamal ittisol va deymiz. Dal shibi kamal ittisol va o'rindimi ham nima keltirildi? Fasli keltirildi. Endi bayatdan masal tutturuğunluğa qaranglar. Biz bayatdan va tazunnu salma annani abghi biha badala uraha fi dalal tahimu degan jumlada uraha degan jumlani tazunnu degan jumlaga atfa qilmay keltirdi. Nimishqa? Bu yerda shibi kamalning tavadab. Yani atfa qilib qo'ysak, asli tazunnu qilinish tegishli bo'lgan atfa abghi deb o'ylanib qolsa, Murat chetnab ketib qoladi, Muratdan yiroqlashib ketib qoladi. Sha'rini maqsadi u emasdi, xato o'qib chiqib qolmasin deb dedik. Bu shibi kamalning tavadabmi? Endi mushu misolning o'zini biz hozir tushuntirgan shibi kamal ittisol misol qilsak bo'ladi. Shibi kamal ittisol degani nima edi? Birinchi jumladan chiqqan yushurun suolga ikkinchi jumla javobi kelib qolsa, javob jumla musta'nafa hisoblanib, birinchi jumla bo'lgan munosabati shibhi kamal ittisol bo'ladi, atf qilinmay keltirdi. Qana desa, qaranglar, tazunnu salma annani abghi biha badala. Salmaxon o'ylaydi-ki, men uning o'rniga boshqa birisini izlab yuribdimishman. Desa, mushning tigidillan qarish tarafning kallasiga bir savol keladi. Rasmiy olganmi? Ya'ni siz ashta xalqning kallasiga, xalqning o'rnida boshqa birisini izlab yurdingizmi yo? Salmonning bu gapi to'g'rimi yo desa, buning javoban uraha fi dalal tahimu ya. Men uni bu xil gumonida tengriqab yurdi, xatolikda tengriqab yurdi deb o'ylaydi. Bu xato buning bunday o'ylagani, bu qarashi xato buning deb birinchi jumladan chiqqan bir yushun savolga javob keldi. Bu nuqtadan buni shibi kamal ittisolga misol qilib, o'xshashlar fasli keltirishning 4-chi sababi qilib keltirsak bo'ladi. Dalliqat qap qo'ygan sal turib dapiradigan shuki, avtor bayatanga she'rni shibi kamal misol keltirib qo'yganligin deydi-ki, bu shoir bu yerda urahani atfidan uzishe istinaf yo'li bilan yushurun savolga javob tushganligi uchun boshqa uchun emas. Fasli keltirgan bo'lishi mumkinligini keyingi keladigan mazmunga misol bo'lishi mumkin demak. Ya'ni jumla musta'nafa bo'lib, oldidagi jumladan chiqqan yushurun savolga javob bo'lib kelib, ikkisining o'rtidagi munosabat ikki jumla o'tir shibi kamal ittisol bo'lib, shuni fasli keltirgan bo'lishi mumkin deb keyinga kelib qo'y. Shuna men bayatdan men tutib turinglar, ma'nodan keyin tushunib qo'yadiganim shu. Endi bu şey abtur dağıtıda ikinci cümlenin birinci cümlege ulaşkan cümlenin o'rnida bo'lishligini to'liq ulaşmakla. Biz bayatın kamal ittisol degan oldingi darsda. Endi dedik, to'liq ittisol emas, balki shibhiyim. İttisolning o'rnida bi manzilatil muttasil degani ittisolning o'rnida to'liq muttasil emas. Biz oldinda so'zlagandek ikkinchi jumla birinchi jumlaning ta'kidi emas, badal emas, bayon emas, lekin shunga o'xshabroq ketadigan ittisol. Bu qanday gap desa, xuddi birinchi jumla savol, ikkinchi jumla javob tek. Amaliyotda birinchi jumla savol emas, balki savol birinchi jumlaning mazmunidan tug'iladi, ikkinchi jumla shu birinchi jumlaning mazmunidan tug'ilgan savolga javob bo'lib keladi. Buni biz to'liq munosabatli ko'rmasimiz shibhi munosabat, ya'ni shibhi kamal ittisol deb tanıymiz. Şunun bilan bu ahvol nega taqiladi desa, bu yerdagi ahvol shu yerga qaytdiki, ikkinchi jumlaning birinchi jumla taqozo qilgan savolga javob bo'lib tushganligiga qaytadi. Da ikkinchi jumla shu savolning javobning o'rniga tushadi. Ikkinchi jumla xuddi javob tek. Şunun bilan ikkinchi jumla birinchi jumladan fasli keltiriladi. Xuddi javob savoldan fasli keltirilgandek. Ya'ni atfsiz. Odatda birisi savol so'sa, savolning javobi atf keltirilmaydi ya. Bu yerda ikkinchi jumla birinchi jumlaga nisbatan xuddi savolga javob bo'lib kelgandek bir xil o'rinda o'g'achqa, mushta munosabat o'g'achqa, shunga atf keltirilmaydi. Ya'ni atf qilmay keltiriladi. Ana shu kelgan vaqtda gap tushunish bo'ldi. Oldingi tazunnu salma annani abghi biha degan misolni o'zi ikki misolga yaradi. Birisi shibi kamal intaqa, ya'ni birisi shibi kamal ittisolga yaradi. Endi Imom Sakkaki rahimahullohning bu yerda bir yangi gapi bor o'xshaydi, anglab boqaylik. Imom Sakkaki rahimahulloh deydi, jumla xuddi real amaliy jumlaning o'rniga tushiriladi. Va yakun bi fahwaha, oldidagi jumla o'zining mazmuni bilan javob talab qilayotgan matruh savol, tashlanadigan bir savolga o'xshash
Buludu, ondan keyin javob keyindan kelgan bo'ladi. Biz birinchi jumla garchi savol bo'lsa-mu, savol deb tushunamiz. Ikkinchi jumla birinchi jumlaning javobi bo'lsa-mu, javob deb tushunamiz. Shuning bilan savol javoblik jumladagi muomala qilib, shunga fasl keltirildi. Imom Sakaki rahimahulloh manda deydi. Endi nima uchun bu birinchi jumlada savol bo'lsa-mu, tigidan savol chiqarib, ikkinchi jumla javob bo'lsa-mu, tigidan javob chiqarib bunda qilamiz desa, va hada tanzil bu xil tushirish ikkinchi jumlani savolning o'rniga, birinchi jumlani javobning, ikkinchi jumlani javobning o'rniga, birinchi jumlani savolning o'rniga tushirish dal latif degan inchga, nozik uqumlarni o'ziga oldirish uchun mushta muomala qilamiz. Masalan, Sami'ni so'rashdan behajatdan so'rab yemak, menga javob beray degandekchi, yoki uningdan bir narsa anglamaslik uchun bo'ldi gap qilmasmi yo hamma gaplarga javob berib, izam savol qilib javob berib degandek. Endi gap shuni bilan oxirlashtirsak, arkadaşlar, biz nerga to'xtatdik? İkinci cümle birinci cümleden fasli keltirildiğin 5 o'rinning 4 tugudi. Birincisi kamal ittisal, ikincisi kamal inqita, üçüncüsü şibih kamal ittisal, dördüncüsü şibih kamal, üçüncüsü şibih kamal inqita, dördüncüsü şibih kamal ittisal. Endi şibih kamal ittisalni so'zlayotgan vaqtida bir og'iz gapni biz so'zladik, deb saldik. Yani ikinci cümle mustanaf cümle bo'ladi. Chunki bağlanay desa birinchi cümlege to'liq bağlanmaydi. Bağlanmay desa birinchi cümleden chiqqan bir savol munosabatlik tek o'g'achqa, savolga yerda gap yangi boshlandi ya. Shunga bunda yangi boshlagan cümlening asosida atfis odat yangi boshlagan cümle oldida o'lkamaydi u. Shuni o'xshash u. Anaqanda bir gap chiqdiki istinaf. Gapni yangidan boshlash. Yangi boshlangan cümle. Yangi boshlangan cümle deganda ilgirki cümle bilan asas mazmun jihat munosabatsiz, balki ilgirki cümleden chiqqan savol asosida munosabatli bo'lib deb tushunsak bo'ladi. Mishaddan biz davomli dars jarayonida jumla mustanafa, istinafning vosi, istinafning fa'z deydigan bir gaplarimiz bo'tdi. Shu gap uchrab qoldi. Istinaf degan nima? Davotida shundaqla fasli shuning uchun istinaf deb ataladi degani, mushu shibih kamal ittisal nuqtasidan atfsiz keltirishni istinaf, jumla mustanafa deb ataladi. Shundaqla ikkinchi jumlani ham istinaf deb ham ataladi. Odatda biz yuqorida 4 dona o'rinni so'zliq fasli keltiradigan. Shu 4 o'rinning sababi shibih kamal ittisal bo'lgan yerdagi faslini, shu yerda kelib qolgan jumlani cümle mustanafa, niyadaki cümlenin mahadat tikilişi istinaf halet deb manda ataladi odatda. Ana istinaf degan nima desa, istinaf necha turlik bo'ladi? 3 turlik bo'ladi. 3 turlik bo'ladi. Odat istinafni qayta bir deb bersam, istinaf ilgari kelgan bir savolga javob bo'lib kelib qolsa, bir jumla, hozirgi mushadiki mazmunga ko'ra yoki mayli savol oshkor savol bo'lsin yoki nima savol bo'lsin, yushirin savol bo'lsin, bir savolga bir jumla javob kelib qolamiz, buni biz deymiz istinaf deymiz. Yoki yangi bir mazmunni o'qtirib qo'ymoqchi bo'lsa, ilgari chiqqan vahmi tufayli buni biz istinaf deymiz. Mush istinaf uch turlik bo'ladi. Chunki birinchi jumla o'z ichiga olgan savol ya şu cümledeki mezmunun sebebini buldu mutlaka sebep. Manda ahvalken bunun sebebi zaten niye mi oldu? Yani bu şundan soraydı o. Mesela قال لي كيف أنت قلت عليل سحر دائم حزن وحزن طويل. Yani bir yerde keyfe ent qultu alil keyfe ent degine ma baluka alilan o köz aldiki bu qanday vaqtda deydi bu gapni bu şeyni tarjima qilib qo'ygan-ku. Biz birisini yo'qlab kirdik. Yo'qlab kirsak kasal yetig'li qanday karvatda. Uni siz kasalmi deb so'maydi-da. Qandaroq bu ahvolingiz bu nim bo'lib qoldi? Ahvollar qanaqa desa, kasallarning sababi, nima kasallarning ahvoli nega degan qo'bo. Shunga birinchi savolda bir xil hukm chiqadi. Ya'ni ma baluka alilan bu nim bo'lib kasal bo'lib qoldingiz yoki ma sababu illati kasalingizning sababi nima degandek. Endi mushu savolni yushurun keltirdi. Oyatda kayfa antani tahdida mush gaplar borda javob keldiki sahrun daimun va huznun tawil. Ve huznun tawil. Kesel bo'lishning sababi ma'o. Men kun-kunlab uyqusiz, kun-kunlab bearam bo'lg'achqa ruhiy jihatdan qanaqib ketdim, tugishib ketdim degandek bir xil hukmni ifodalayotdi. Demek ma'ada jumlaning umumiy mazmundan kayfa ant umumiy mazmundan chiqqan savol bo'lg'achqa javobmi umum mazmunning sababi holatiga berildi. Ya bu savol, birinchi jumlaning savoli xos sababdan bo'ladi. Masalan, va ma ubarri'u nafsi desa, men o'zimni oqlamayman, bak pak deb da'vo qilmayman desa, ajaba odam o'zini oqlayolmagan darajada odamning o'zi, ya'ni qalb, nafs shunchalar yomonlikqa to'lg'an bu. Odatda men falonni oqlayolmayman desa, shuncha eskidan bu deymiz emasmi?
Men özümni aqlayamayman degan lekin, hey bu adam deganing nafsi aqlayanmagudek darajada shunchalar eskima desa, ha, insonning nafsi shunday yaratilganki, la'ammaratun bis-su. Davam yomonlikni izlab turadi, buyurib turadi, uni qil, buni qil deb vasvasa qilib turadi. Demak, inson degani xatolik bo'ladi. Andoğanda men keskin men bir ak adam pak adam deb aqlayamayman degan bir ikkinchi jumla la'ammaratun bis-su inna nafs la'ammaratun bis-su degan jumla birinchi jumladan chiqqan bir savolga javob bo'lib keldi. Savol nimadan bo'ldi desa, aqlayanmaslikning maxsus sababidan so'radi-da. Xuddi bu yerda deyilgandek bo'ldiki, ajaba siz odamning nafsi yomon ish qilib buyurildimi-da? Aqlayanmagudek darajada yomon ish qilamdi desa, anja ha innan nafs la'ammaratun bis-su deb mana javob bergan bo'ldi. Ma'vu qism hukmni ta'kidlashni taqozo qiladi, xuddi so'zning babida o'tgandek. Chunki varada annal muxatab oldida kelgan muxatab hükümde mutaraddid bo'lsa, uni bir ta'kidlash vojib bo'ldi-ya. Shu ma'noma, hey, odamning nafsi odam yomonlikni buyuramda deb savol so'rgan bir xil mazmun bo'lg'ach qolmayadi. So'rgan odamga nisbatan bir ta'kidlash vojib. Yaxshi aytdi-ya. Shunga asosan innan nafs la'ammaratun bis-su deb inni bilan keltirishning sababi dalil shu. Chunki majumla tigidan chiqqan bir savolga qartilgan bo'lg'achqa, savol tushgan yerda jumla ta'kidlanadi. Bu shuning dalili demakchi. Yoki u savol mutlaq hukmning sababining boshqasidan bo'ladi degan, avom emas, ma'lum emas bo'ladi. Ya'ni xos sababdan emas, min g'ayri sababin xos degan oyatdan qadar mutlaq jumlaning asosiy mazmunining sababidan emas, yoki maxsus muayyan bir sababdan emas, boshqa. Masalan, faqalu salama, qala salamun. Malaikalar kelib İbrahim alayhisalomga salom dedi. Degandan keyin tilimiz qildi, İbrahim alayhisalom nima degandir desa, salam, qala salam. Yani mada qal desa javob qala salamun keldi. Ya'ni qala salamun degan jumla oldiki faqalu salaman degan jumlaning o'tirni fasl qilib keltirildi. Mishqa o'tirdi nima istinaf, ya'ni shili kamal ittisola. Iboyatdan innan nafla amartun bis-sum oldiki jumladan fasl qilib keltirildi. Chunki o'tirdi nima shili kamal ittisola. Yeni bir misal şairdin ki za'amal awazilu annani abghi bih za'amal awazil annani fi ghamratin sadaqu walakinna ghamrati la tanjali esa meni ayblaguvchilar malomat qiluvchilar meni bir cho'ng g'amga petib qopdi, g'amga tushibdi deb o'ylaydi desa, rasma dedi ham bir savol chiqdi, ras aytamsiz desa, sadaqu rasla to'g'ri aytdilar, walakin ghamrati la tanjali mening mening g'am ichib ichilmaydi, tugmas ma'onim cho'nqurni ish bitilgan. Bu she'r mazmuni bizga maqsad emas-ku. Abturqana tushunadi buni fa innahu lamma abda shikoyata min jama'atil g'azzal. Uni ayblaydigan davomli kishilardan shikoyatni o'tirib qo'ydi. Wada'a nafsahu shuning o'zini so'ralgan odamning o'zini bir so'ralgan odamning o'rniga qo'ydiki, boshqalar xuddi asadaqu fi za'mihim am kadhabu. Ular o'zining ashta xiyolida, ashta gumonida rasmı yoki yolg'onmi? Yani ular ras gap qildim, yolg'onmi? Yani siz ras g'amga tushib qoldingmi desa, bunga javob shaklda sadaqu. Andog'anda fataqdiru su'al huna, bedagi savolni yushun keltirganlik del sadaquni oldidagi jumladan fasl keltiradigan qilib qo'ygan omil shu. Sadaqu degan jumlani vasla atf bilan keltirmay, atfsiz keltirishning sababi oldida birdan nimaning yushunganligi, savolning yushunganligi bo'ladi. Ondan başqa demek kelmek istinaf oldidagi savol ya cümlenin asosiy mazmunining sababidan so'raydi ekan yoki maxsus bir sababdan so'raydi ekan, undan boshqa ishqib so'raydi demak ekan. Uch bo'lib qo'yapti. Ishqilib oldidagi savol jumlaga munosabatli bir savolni so'raydi, keyinidagi jumla shu savolga javob bo'lib tushadi. Bunda uch qarashning sababi keyinga kelgan jumlaning qaritilmasini bilish. Qaritilmasini qanaqa qilish bilish. Qaritilmasini bilgan vaqtda keyingi jumlaning mazmunini to'g'ri tushunishga yordam bo'lishi mumkin. Vaqat qusman istinaf aqsaman ukhra. Istinaf hamda boshqa turlarga bo'lingan ahvollar va masalan bir necha istinaf va deb o'tkazsak bo'ladi. Bizning asosiy darsimiz bu emasdi. Erishimiz mumkinliglar. Bizning asosiy darsimiz biz fasli va vasli babida faslining 5 dona o'rni vatdi, 5 dona o'rni vatdi, vaslining 2 dona o'rni vatdi, faslining 5 dona o'rnininki shibi kamal inqitoni so'zladik, shibi kamal inqitoni so'zladik, kamal shibi
Kemal-i Muhtar, Şibi Kemal-i Muhtar, Kemal-i İhsan, Şibi Kemal-i İhsan'ı sözüldük. Dersinin 5 yıldan biz Ettevasut Beynel Kemaleyni azraq sözlügen ama iniqlanmagan, biz fasli ve asli babı bütüle ayaqlaşqandan keyin andaki yeni bir qıtım muayyanlaştırımız Ettevasut Beynel Kemaleyni zada qaysi. Anmiyat istinaf şu münasebetlen oturdu çıkıp qalğan qısırımın bir gap boğaçqa dep ütüp ketiyatymyz. Istinafның türlörünün bir neçesini bizge depirwatydy we yani tez ütüp ketsek buludu. Dawatudu istinafның qatarıdan adatda istinaf qılınğan şeyning, narsaning ismini qayta takrarlash arqali qildırılır var. Mesela yangidan başlanğan cümlede şu sual suralğan bir narsaning ismini qayta. Mesela ahsanta ila Zayd. Zaydun haqiqiyyun bil ihsan esa. Sen Zaydga yaxşılık qıldың. Qarşı tərəfdən bir sual çıxqandak bir hukum var. Zayd yaxşılıq qilishga loyiq emasmi? Zaydun haqiqiyyun bil ihsan deb Zaydni qayta akilish orqali istinaf bo'lgan ahvollarmi bor. Istinafning qatoridan şu mustanaf anhuning sifatiga asoslanib jumla boshlanadigan ahvollar bor. Uzun ismi bilan boshlanadi bayatın. Endi jumla sifati bilan boshlanadi. Ahsanta ila Zayd. Zaydga yaxşılıq qilyapsiz. Yaxşılıq qildingiz. Sizning ko'ni do'stingiz buning loyiq dese Masadiqov Zeydning o'zini ifodalaydi, yani sifat shaklida. Endi sifat akilish ismni akilgan qarqa vaqtida sal mazmunliroq. Nimishqa sifat çoqqunmuş deyilayotgan cümlendeki mazmuniga bir sababni o'z ichiga olgan bo'ladi. Men o qotilni qattiq urib etdim degan jumladan men Zeydni qattiq urib etdim degan jumladan men qotil Zeyd shu degan bir odamni o'tirib tutgan berib tutib olib toza uribdim. Men boshqa dedimki qotilni qattiq urib etdim degan gap bilan Zeydni qattiq urib etdim degan gapning ifodalashati farq bor. Zeyd shu qotil Zeyd shu, lekin qotil desam urushimning sababini billa bayon qilingandak. Sifatni tilg'aga yerda sababni bayon qilingandak bir xil hukm bo'ladi. Shunday edimi? Zayd sizning ehsoningizga loyiq degandan, sizning qadimgi do'stingiz desa, ha, asli yaxshilik qilishninki sababi bor ekanda degandek bir xil hukm billa chiqadi. Shunga turdi aytdi, hada ablagu min sabiqihi. Ma sifat shaklida keltirgani aldıdagidan sal mazmunliroq keladi. Nimishqa bu sababning bayonini o'z ichiga olganlik uchun. Ma'noda sifat qilgan yerda billas odatda usul fiqhida bir qoida bor. Hukm sifatga asoslanib chiqarilgan vaqtida hukmning illati shu sifat bo'ladi. Masalan, la yarithul qatil desa, qatil miras olmaydi desa, chunki u o'ldirib qo'ydi. Ya'ni miras olmaslikning sababi qasddan odam o'ldirish deb sifat hükümünün sebebini bayan qiladi. Shunga sifat bilan keltirilgan jumlalar bevosita ism bilan keltirilgan jumladan takroq mazmuni uchuqroq chiqadi. Bundan boshqa yana hada vaqat yaridul istinaf. Ba'zida istinaf 5 tashlangan holatda keladi. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asqal rijalun. Allohga shunda attigan kashlarda qanday qiladi? Tasbih aytadi. Yapılıb rijalun. Şundaq bir erler aytdi o tasbihni, şundaq bir kişiler aytdi o tasbihni dedi. Ma cümle bir bütün söylenmedi. Ettigen keşler Allah'a şu mescitlerde tasbih aytdi Allah var dese, bir xuddi sualdan bir chiqqanday bo'ladi. Kim aytdi o tasbihni desa, rijalun. Şu kişiler qana qiladi aytdi deb, rijalundan yusabbihu qana qilindi, tashlangan bo'ldi. Yani yusabbahu deb ya bani zvarudan o'qigan qiraatda yusabbahu lahu desa tasbih aytiladi desa undan keyin ma bir butun jumla ayrim rijalun ayrim bir jumlalab muomala qiladi. Ama yusabbihu qaz rijalun yusabbihuning fa'il oldu vaqti bizga misol olmaydi. Endi shundan qatoridan bularning ni'mar rajulu zaydunduma ya'ni ikki xil tarkib bor bu jumlada. Maxsus Zayd tashlangan mubtadaning xabari degan asoslikda huwa Zaydun deb tushunimiz emas. Aslida bu jumlaning ni'ma fe'l, rajul fa'ili, Zayd tashlangan mubtadaning xabari. Ashu huwa xuddi jumla musta'nafaning 5 tashlanganning misollar. Chunki nimaga yaxshi odam bo'lsa, kim u desa, u Zayd deb huwani qana qiladi, tashladi. Endi ba'zida istinofning hammasi tashlanib, shu tashlangan o'rnida shuni dalolat qiladigan bir narsa o'tiradi. Cümle mustannafa butunlay tashlansimi, biz jumladagi ba'zi hol va maqol qirinlar qarab turib tashlangan jumlalarni qanaqa olalaymiz, tushunib olalaymiz. Bunday ahvollarmi bor. Masalan, Musavir ibn Hindninki Bani Asadni hajvi qilib o'qigan she'risida za'amtum anna ikhwatakum Quraysh lahum ilfun va laysa lakum ilafu. O'zinglarchi sizlarning qarindoshlaringizni Qurayshlik deb o'ylab yotdingizmi? Nima Qurayshlik sizlar? Desa, bu yerda xuddi bir savoldan birisi chiqadi.
Bizning şu oyimiz, şu davoyimiz to'g'rimi xatomi desa, tabiiyki buning javob xato. Sizning qarindoshing qo'yish emas u. Mana to'g'risi. Ani bu tashlanib, mushuni dalolat qiladigan bir jumla keldiki, ha, u deganning bir qish yozda qiladigan safarlari va sizning safaringni Qurayshlar shu arablarning orasida birdan-bir tijorat safar qiladigan xalq. Karvan yo'l salalaydi ular. Sizning yo'l saladigan tijoratingiz yo'q-ki. Siz qanday bu Qurayshlar qarindosh bo'lasiz? O'zingizni qanday bu Qurayshlar tan qilasiz sizlar? Undaqanda mushllahum ilfun va laysa lakum ilafu degan mushu jumla musannafa emas. Yani kezabu yoki kezabtum deb ma asli jumla musannafa uning o'rnida ma keltirildi. Abturda o'tdi. Vaqi yo'l kalamning aslisi realliqi. Za'amtum anna ikhwatakum Quraysh an sual keldi bu yerda. Asdaqna fi hada az-za'm am kazabna biz mush gumanda rasmi yolg'onmi biz mush gapimiz rasmi yolg'onmi? Javob taqdirdan keldi kezabtum. Quruq gap. Gapinglarning da'voying hammasi quruq gap. Dalil lahum ilfun va laysa lakum ilafun deb mana shaklda keldi. Bu yerda jumla musta'nafa tashlandi. Tashlangan jumla musta'nafani dalolat qiladigan nimadan birisi keldi? Bilakdan birisi keldi. Endi ba'zida jumla musta'nafa istinaf tashlanadi, uning o'rnida hech narsa turmaydi. Masalan, fani'mal mahidun desa, biz nima degani? Yaxshi yoygucha zaminni, sizlarning yashashinglar uchun zaminni tubsiz yoyib berdik dedi. Asli bunda taaccub siğalarida keyindan maxsus bilmadiği keladi. Nahnu da. Nahnu'nun asası huwa nahnu bil bayat deganek Zeydun oldu huwa degan enbiyada cümle mustanaf butunlay tashlandi. Uning o'rnida hech nima o'tamiz. Faqat jumlaning asli qurilma qoidasi bo'yicha tushunib oldik. Qog'oyadan chiqmaydi bu. Ya'ni nahnu degan gap, ya'ni maxsus mahzub bo'lgan maxsusni nahnuni tashlangan mubtadoni xabar qilgan bayatdan i'rob shu. Ni'ma rajul Zaydundan ni'ma rajulu huwa Zaydun degan jumla i'rob shakli va ni'ma madhi babida ikki xil i'rob bo'ladi. Birisi ma'vu. Mushta degan odamning ko'z qarashi bo'yicha nahnu hum nahnu bo'ladi. Hum mutashlandi, nahnu mutashlandi bu o'rinda. Undaganda jumlaning aslisi fa ni'mal mahidna hum nahnu degan bo'ladi. Hum nahnu degan jumla mustanaf jumla, yani butunlay tashlandi. Buning dalolat qiladigan hech qanday bir dalil yo'q. Biz faqat mushu siyg'ining qoidasidan umumiy jumlaningki oldi-keyindan tushundik. Unda bo'lmaganda bunda hukm qana qilmaydi, chiqmaydi deydi. Shuning bilan bizning fasli vasli babidagi darsimizningki faslininki o'rinlari qana qildi? Oxirlashdi. Faslining o'rinlari oxirlashdi. Fasli 5 o'rinda bo'ladi. Birisi kamoli انقطاع شبه كمال انقطاع كمال اتصال شبه كمال اتصال عندنا التوسط بين الكمالين ان شاء الله التوسط بين الكمالين aldan saatlik darsda azraq aydınlaştırılgan qağınni ma vasl babını so'zlab bo'lgandan keyin ammal vaslu fayakun deb hozir kelganimiz shu vaslga keldik. So'zlab bo'lgandan keyin andan keyin yana bir qitim qayta boshiga yanib tavsif baynal kamalayn degan zot nima ma haqda qana qilamiz to'xtalamiz. Buguncha darsimiz mushada tuttusun savoqdoshlar. Inshaalloh qolgan darsimizning davomini kelasi darsda davomlashtiramiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.